Assalamualaikum, hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Çex parlamenti Xitayning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qilgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan qaror ma'qulladi va Çex hökumətini Beijing qishloq olimpik tantarbiyam sohasini boykot qilishga chaqirdi. 2021 yılı 6. ayının 10. günü Çex Kengash Palatasının 12. umumiy yig'inida ma'qullangan 228. numurluq bu qarorda Çex Kengash Palatasının Sharq Turkiston va Tibetdagi Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikdan qattiq andish qildiganligi o'tirg'a qo'yildi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti Çex Cumhuriyeti Kengash Palatasının Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qilgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligi va Çex hökumətining 2022 yillik qishloq olimpik tantarbiya musobaqasini diplomatik boykot qilishga chaqiriq qilganligiga rahmat aytdi. Sharq Turkiston sürgündü hökumətining bosh ministri Salih Xudoyer apandi biz Çex Cumhuriyeti Kengash Palatasının Amerika, Kanada, Gollandiya, Angliya va Litvaga qo'shilganligiga rahmat aytamiz. Birleşken Devletler Teşkilatı ve Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı Sharq Turkistonda davomlashayotgan bu insonparvarlik krizini ciddi hal qilishi kerak dedi. 2021 yılı 10. iyun Sharq Turkiston hökuməti ve Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining advokatlari Xalqaro jinoiy ishlar sudiga texnik ko'p dalil isbotlarni topshirdi va Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlarni qo'llashga chaqirdi. 2021 yılı 6. ayının 14. günü Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı Brüssel'da 31. növbətlik Dövlət və hökumət başlıqlarının rəsmi yığınını çağırıb, Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı tərəfindən oturğa qoyulub elan qılınğan Xitayni mərkəz qılğan bayanatında Xitayning xiristləri və qat'iylik bilan qilayotgan qilmishlari qoida tuzumga sistemli turda qiyinchilik tug'dirdi deyildi. Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı yana Sharq Turkistonda elib berilayotgan Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini qirg'in qilish masalasiga qarata ko'ngil bo'lganligini ogohlantirdi. Xitoyning ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarga qaratilgan sistemli hujumlarining Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilik ahdnomasida bekitilgan irqiy qirg'inchilikni tashkil qilganligi va xalqaro qonun va qoidalarga xiloflik qilganligida shak yo'q. Ammo Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi iqtisodiy va siyosiy ta'siri natijasida Birleşken Devletler Teşkilatı tamoman sukut qildi va Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni hal qila olmadi. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti başçılığındakı Uyg'urlar Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı'nı 21. asrda davomlashayotgan eng jiddiy insonparvarlik krizini jiddiy hal qilishga chaqirdi. İlgari Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı insonparvarlik aralishishi natijasida Yugoslaviyaning Kosovodagi Albaniyaliklar va boshqalarga qaratgan etnik taslash qilmishini 2011 yılı martda Liviya diktatori Muammar Kaddafining Liviya fuqarolariga qilgan keng ko'lamli vahshiylikni oxirlashtirgan edi. Xristian Poçta gazeti Xitoyning boshqa davlatlarga panohlangan Uyg'urlarni qo'rshovga elib olish qilmishi anglanmagan, ko'rilmagan vahshiylik degan temada xabar e'lon qilgan bo'lib, xabarda musofir Uyg'ur rahbarlariga vakolatan harakat qiladigan bir qonun guruhi hech bir vaqt ko'rilib boqmagan Xitoyning qo'shni davlatlarga panohlangan Uyg'urlarni tutqun qilib, yo'qotib, majburiy qaytarishda qilmishlariga doir dalil isbotlarni xalqaro sud mahkamasiga topshirdi. Bu Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirib taftish qilishni maqsad qiladi. Advokatlar Xitoy jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat Tojikistonda bu jinoyatlarni ishlaganligi uchun sudning taftish qilish huquqining borligini aytdi. O'tgan payshanba kuni Sharq Turkiston sürgündü hökuməti va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkilotiga vakolatan Diloga mas'ul advokatlar Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining taftish qilishi uchun Xitoyning Tojikistondagi Uyg'urlarni tutqun qilish, majburiy qaytarish, yo'qotishga aloqador isbotlarni topshirdi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti kishilik huquqni qo'llashni maqsad qilgan ko'p xillikqa ega Sharq Turkiston Jumhuriyatini asliga keltirishni maqsad qiladigan tashkilot. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi dastlabda tekshirishni rad qildi. Yangi dalil isbotlarni topshirib olgandan keyin advokatlar da'voning taftish qilinganligini o'tirg'a qo'ydi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining da'voga mas'ul advokatlari Sharq Turkiston sürgündü hökuməti va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkilotining qatnashishi bilan dushanba kuni to'r yig'ini chaqirib, bu dalil isbotlarning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining boshqarish tavalligini bekitish uchun sunilganligini aytdi. Advokat Rodney Dexon QC'ning deyishicha, Xitoy Tojikistonda turayotgan Uyg'urlarni nishon qilib,
85%dan 90%gacha bo'lgan qismini tutqun qilib, Sharqi Turkistonga qaytargan. Radarning jarlishi ostida intayin murakkab va hiylagarlik bilan elib berilgan bu faoliyatda Tojikistondagi Uyg'urlarning hammasining qolib qolmay Sharqi Turkistonga qaytarilib, yo'qotilishi maqsad qilingan. Tojikistonda hozir 100 nafar Uyg'ur qolib qolgan bo'lib, ular Xitoy xizmatchilari tomonidan qattiq kontrol qilingan zaharlik muhitda yashaydi ekan. Bu sal qarashqa bo'lmaydigan, kishini hayron qoldiradigan bayqash bo'lib, qonun guruhi 1-oydan 5-oygacha ko'rishish imkoni bo'lgan insonlar bilan ko'rishib, suhbatlashib, kameraga va suratga elib, bu dalil isbotlarni yig'gan va sudning taftish qilishiga sungan. Rodney Dekson maxfiyatlikni saqlash maqsadida dalil isbotlar haqida tafsiliy to'xtalmadi. Xitoy jamoat xavfsizlik xodimlari Uyg'urlar markazlashgan bozorlarga nuqtaliq hujum qilgan va Tojikiston soqchilarini rasmiyatini bajargizmagan Uyg'urlarni tutqun qilishga yetaklagan. Xalqaroning diqqatini tortmaslik uchun har 10 ga yaqin Uyg'urni bir guruh qilib chegirdan qo'g'lab Sharqi Turkistonga qaytargan. Dokladda ko'rsatilishicha, Uyg'urlarning hujjatlari to'liq kontrol qilingan. Tijorat, xizmat kinishkilari va viza rasmiyatlarini bajarishni maqsadli kechiktirgan. Advokatlar Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining tartibiga asosan qarilg'uchilarga berib tekshirish etishni talab qilgan. Deksonning deyishicha, Diloning ishlashi surati osti bo'lsa-mu, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi xalqaroda yuz bergan ishlarni tekshira oladigan va jinoyatchilarni sudlay oladigan birdan-bir o'rin. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan bu vahshiyligi ustida qilingan bu ariz Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi ishlagan hech qanday arizga o'xshamaydigan bir ariz. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga imzo qo'ygan davlatlarning rahbarlarining ishlagan jinoyatining xalqaro sudda tekshirilmaydigan ahvoli yo'q. Agar jinoyatni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatda ishlasa, u jinoyat tekshirildi va jinoyatchilar jazolandi. Tojikiston va Kamboja Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat. Shunga Xitoyning jinoyati taftish qilinib, jinoyatchilar jazolandi. Erishilgan dalil isbotlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari, Xitoy xizmatchilari Tojikiston chegarasiga kelib, Uyg'urlarni nishonlab tutqun qilib, chegaradan majburiy qovlab chiqargan. Bu ahvol azaldan anglanmagan va ko'rilmagan. Dekson baldurroq taftish qilinishini xohlaydi. Xitoy amaldorlarining Uyg'urlarga qaratgan harakatining o'zida yolg'iz Uyg'urlarga qaratilgan harakatlar emas. Xitoyning umumiy plani ichidagi insoniyatga qarshi turish va irqiy qirg'inchilik qilishdagi tunji harakat. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi G'ulom Osmon Xitoy hukumatining harakati 21-asrdagi insoniyatga qarshi eng qo'rqinchli jinoyat ekanligini o'tirg'a qo'yib, advokatlar guruhiga Sharqi Turkiston xalqi nomidan rahmat aytdi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor dunyodagi barliq hukumatlarning, bo'libmi demokratiyada, kishilik huquqda chang turadigan, erkinlikni qo'g'daydigan hukumatlarni, xalqaro jinoiy ishlar sudiga a'zo davlat hukumatlarini, dunyoga, kishilik huquqqa, adolatlikka, vahshiylikni tugatishga ko'ngil bo'ladigan tashkilot va shaxslarni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan arizni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llash orqali xalqaro qonun orqali adolatga erishishga yordam qilishga chaqirdi deyildi. İngiliz advokat Karimxon Tunigun, ya'ni çarşamba kuni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining yuqori darajalik bosh taftishi bo'lib tayinlandi va o'zining eng kuchli delolarini bir taraf qilib, obrazini yaxshilaydiganligi to'g'risida va'da berdi. Karimxon dunyodagi mangulik urush jinoyati sudi qattiq siyosiy xirisga duch kelgan ahvoldagi bu vazifani ustiga olgan 3-shaxs hisoblanadi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Falastin zemini va Afg'onistonni o'z ichiga olgan bir qator sezgir delolar ustida ishlayotgan bo'lib, taftish mahkamasi a'zolari Donald Trump Amerika prezidenti bo'lgan masalada iqtisodiy jazoga uchragan. Gerçi Biden hukumati jazoni bekor qilgan bo'lsa-mu, Amerika va Isroil yanada Afg'onistondagi urush jinoyati va Falastin zeminidagi vahshiyliklarni tekshirish qaroriga qarshi. Bu yil 51 yoshga kirgan Karimxon Gagada o'tkazilgan marosimda 9 yillik vazifa o'tash muddati ichida sharaflik va betaraf xizmat qilganligi to'g'risida qasam berib, o'zining asosli vazifasining taftish mahkamasining iqtidorini yaxshilash ekanligini aytib, biz talab qilingan narsani texnik cho'nqur tunib yetishimiz. Texnik kuchlik delolarni bir taraf qilib, g'oyat zo'r natijalarni qo'lga keltirishimiz kerak dedi. U Berma, Filippin va Ukraina qatorliq davlatlarda ochilgan tekshirishlarga varislik qilgan. Sharqi Turkiston surgunda hukumati Karimxonning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining yuqori darajalik taftish amaldori bo'lib tayinlanganligini tabriklash bilan birga,
Uning tezdan harakatga kelib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy amaldorlarini tekshirib bartaraf qilishni talab qildi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi 2002 yil ochilgandan buyon Demokratik Kongo Jumhuriyati, Somali va Ugandadagi barliq Afrika askarlari rahbarlarini urush va insoniyatga qarshi turish jinoyati bilan ayblab 9 yildan 30 yilgacha qamoq jazosi bergan. G'azi Mustafa Kemal Atatürk har qanday bedel to'lab mustaqillik va hurlikning buzg'unchilikqa uchrashiga aslo yo'l qo'ymaslik. Hurlikni va mustaqillikni haqiqiy ma'noda qo'g'dash va buning uchun eng oxirgi shaxsning eng oxirgi tomchi qinini eqitib, insoniyat tarixini shonliq o'rnaklar bilan bezash. Mana bu mustaqillik va hurlikning haqiqiy mohiyatini, keng ma'nosini, yuksak qiymatini vijdoni bilan tunib yetgan millat uchun asosiy va o'lmas prinsip. Faqat bu prinsipda ching turib, har turli fidokorliklarni har vaqt berishga tayyor millat davomliq insoniyatning hurmatlashi va qadrlashiga loyiq bo'ladi degan. Bu prinsipga amal qilolmagan millat qulluqqa, hurlikqa mahkum. Tavranmas ishonch, kuchlik iroda, izchil harakat, qattiq intizom bizni mustaqilligimizga elib boradi. Mustaqil davlatimizda hurligimiz, qadr-qimmatimiz bo'ladi. Hürmetli görürmenler, xabarlarimizni kögün alaş için köp rahmet. Kelar qitimqi programımız görüşkice Allah'a emanet bolğaysizlar.